Hamma sog'lom sizlar bilan Shavijon do'stlar. Bugungi videomizda sizlarga nastroyka Minecraft nastroykani o'rgatib o'tib ketaman do'stlar. Sizlar hozir mana shu nastroykani aniq qilishlaring mumkin. Ya'ni masalan buni blok sketch qilishni, mana bunaqa ko'zlar qilishni hozir sizlarga o'rgatib o'tib ketamiz. Birinchi o'rindan nastroyka bo'limiga kiramiz. Touchga kirtirmanga kiramiz. Do'stlar, mana shu xohlaganlar mashina mana uni aniq qilishlaring mumkin. Men mashina o'ynaman. Endi pastga tushasizlar va pick block. Mana bu yerda pick block bor. Agar bu yo'q bo'lsa, sizlarga mana bu nastroyka yo'q, mana bu nastroyka bo'lsa, bunga o'tkazib turib, chiqib turib, yana bunga kirib turib, shu xohlagan nastroyka qo'yasizlar va keyin mayda pick block bo'ladi. Bu pick block menimcha bu blok skaner qilish. Ya'ni hozir ko'rsataman. Birinchi video mana pick blockga kirasizlar va blok sketch qilish, xohlagan blok bilan sketch qilib beradi. Mana keyingisi touchga kiramiz yana va bu yerda mana shu menimcha bitta qiladigan ish qolmadi. Endi do'stlar video bo'limiga kiramiz va mana bu pocket bo'ladi sizlarda. Jonni tepada pastda qilib beradi. Mashina klassik o'zgartirasizlar do'stlar. Hozir mana bu jon tepada bo'lganda bu pastda qilib beradi. Mana bu inventarni ham kompyuterga qilib beradi. Keyingisi video bo'limida pastroqqa tushasizlar va bu yerda kamera shaki. Mana shu kamera shaki menimcha mana bu anaqa bo'lsa kerak. Yo'q, bu emas ekan. Uzr, adashdim. Uzr. Yo'q. Kamera shakini yoqamiz. Do'stlar, keyingisi mana tepach pick block qildik. Mana show kamera perspektiva buton menimcha mana shu ekan. Show kamera perspektiva buton video bo'limida bu touch bo'limida adashdim. Uzr, yana bir show kamera mana shu do'stlar, mana shu anaqa beradi. Mana bunaqa qilib beradi do'stlar. Mana shunaqa bemalol video anaqa qilsalaring bo'lishi mumkin. Endi do'stlar, yana bitta ish. Menimcha bu touchda bo'lishi kerak. Adashmasam mana shunisi anaqa qilish kerak. Yo'q, adashib yana bir bor uzr. Xullas do'stlar, mana shu gaplar sizlarga menimcha eng kerakli narsani sizlar ko'rdilaring. Do'stlar, video foydali bo'lgan bo'lsa like bosib obuna bo'lib qo'yinglar. Sizlar bilan Shavijon bo'lib bu nastroykani bilmayotgan mana shu ko'zdan bilmayotganlarga shu F-tur anaqani bilmayotganlar uchun, mana bu blok sketch qilishni bilmayotganlar uchun, do'stlar, mana blok sketch qilishni bilmayotganlar uchun bu videoni jo'natib qo'yamiz va menga like bosib obuna bo'lib qo'yinglar do'stlar. Video foydali bo'lgan bo'lsa like bosib obuna bo'lib qo'ying. Sizlar bilan Shavijon bo'ldi.